Ho'kizcha qirg'oqqa kelib qolmadimi? Bemalol. Kecha bitta yosh bola ko'taruvdi, ashli ko'rdim. Borib yo'q qaramadim ichida. Hech ko'rmadim. O, gaziga baylab qo'ygan. Bittasi qara qoldi ekan-da. Nega ikkovini bitta qilib bitta qilishga baylovdi. Farruxga aytsam, "Ya, men olganim yo'q" deyapti. O'la bey, assalomu alaykum. Ha, Hamro Travel, ha? Nima xizmat? O, dializ olyaptimi, olmayaptimi? Kasal. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bizlarni Shifo karvoni kanalida ayniqsa Baliqov ishqibozlari, kuzatuvchilar barchalaringizga yana Otchopor suv omboridan salomlar bo'lsin. Bugun ovchilar ko'paygan. Tepa taraflarda, betonda, nargi betda, xullas ov qiziyapti. Hozir namozni peshinda o'qib keldim. Bir necha ukalarimizda natija bor. Iqbol akam har doimgidek ulgumadi. Qarmog'ini sudrab 1-2 metrga olib borib qo'yibdi, lekin mayli, o'shanisiga ham xursandmiz. Ovchi odam faqat baliq tushgandan emas, qarmog'i sinsa ham xursand bo'laveradi, sudrab ketsa ham xursand bo'laveradi, 50 metr nariyoqda shalaplab kirib ketsa ham xursand bo'laveradi. Bugun mana shu joyda ov qilamiz. Xudo xolasa, suv juda ham ko'paygan, Otchoporda ayniqsa tepalarga chiqib ketgan suvni ko'ryapsizlar. Otchoporni o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Bu yerda mutasaddi xodimlarini chiqargan qonunlari. Bu ovchilarga, kelgan ovchilarga, ya'ni mehmonlarga o'ng tarafga va chap tarafga o'tib ov qilishga ruxsat va betonning ustida ov qilishga ruxsat. Tepa tarafga, ya'ni suv kirish qismi zavr bor. Nima deydi? O'sha zavrni tepa tarafida tadbirkorlarning ko'llari bor. Shuning uchun tepa tarafga hech kimni hech qachon qo'ymaydi. O'zingizlar tushunasizlar. Tabiiy, agar siz bilan menda ham bu ko'l bo'lsa, ya'ni omborga biz kerak bo'lsa tadbirkorlik qilayotgan bo'lsak, biz ham o'tkazmagan bo'lardik. Chunki ko'pchilikni eplash juda ham qiyin. Shuning uchun Otchoporga, Baliqovga kelgan odam albatta qonun qoidasiga amal qilishlik kerak. O'zlarini to'lovlari bor. Buni miqdorini to'lab, mana hozirgi kunda 50 mingmi, Iqbol aka? 50 ming to'laysiz. Xohlagancha baliq ushlanaveradi, bu kilosini tortmaydi. Tartibi shunday. Biz endi goh vaqtda ovga kelamiz, iltimos qilamiz, yo'q demaydi, faqat kanalni yoritishlik uchun. Siz kanalimiz a'zolariga bir baliqni chiqishini, shaloplab yurishini ko'rsatib berish maqsadida 1-2 marta tepaga o'tdik. Bu degani kanalda ko'rib sizlar ham o'tiringlar degani emas. Shuning uchun sizlardan iltimos qolaman. Bu yerdagi mutasaddi xodimlarni kelib, ya'ni anjancha aytganda boshini og'ritmanglar. Domla o'tibdi-yu, biz ham o'tamiz degan narsa bo'lmasin sizlarga iltimos. Men o'zim aynan sizlar uchun shu kanalga o'sha baliqlar, ya'ni Otchoporda shunaqa baliqlar bor deb ko'rsatgani o'tganman u yerga. Hozir mana men ham el qatori shu ovchilarda qatorida o'tiribman. Menga ham tepa tarafga ruxsat yo'q. Ya'ni domlani ham shaqi yo'q degani. Xudo xolasa bugun ajoyib ma'lumotlarni bermoqchiman siz kanalimiz a'zolariga. Hozir bahor mavsumi, ya'ni taqiq qo'yilgan davlatimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasining Qonunchilik palatasida, ya'ni Ekologiya vazirligi tomonidan qonun chiqarilgan. Bu qanday? Amudaryo va Sirdaryo hududlarida 11-martdan 31-maygacha, Qoraqalpog'iston va Xorazm hududlarida 26-apreldan 10-iyungacha, ya'ni boshqa tabiiy suv havzalarida esa 16-apreldan 31-mayga qadar baliq ovlash qat'iyan
man etiladi. Ya'ni to'xtatilgan baliq ov. Nima uchun? Hozirgi mavsum urchish mavsumi, baliq ko'payishlik kerak. Davlat buni muhofazasiga olgan, davlat himoyasiga olgan. Shuning uchun ov qilish oqim suvlarda mumkin emas. Endi yana izohni qarang, shu Qonunchilik palatasida o'qidim. Bu Ekologiya vazirligi tomonidan chiqargan qonun edi. Qarorga ya'ni asoslanib sun'iy suv havzalarida sun'iy, ya'ni o'zlari tayyorlangan, izohlab o'taman. O'zingiz maxsus ko'l qilgansiz, kerak bo'lsa traktor ishlatgansiz, Samsung ishlatgansiz, bir tashlandiq joyda ko'l qildingiz, suv olib keldingiz. Ya'ni sun'iy ko'l hisoblanadi shu. Va qafas usulida, ya'ni sadok usulida baliq baqilayotgan bo'lsa va tabiiy, mana shunaqa, mana shu suv omborni men tabiiy suv ombor deyman. Baliq tashlangan bo'lsa, shu yerlarda ovlash ruxsat. Ya'ni bundan mustasno deb keltiryapti Qonunchilik palatasida. Ya'ni hozir Andijonda ham, Farg'onada ham, Namanganda, turli viloyatlarda xususiy ko'llar ochilib ketgan Iqbol aka. Borasiz, 50 ming to'lab qo'yasiz, xohlagancha ovlaverasiz. Endi u nima uchun? U urchimaydi baliqlar, to'g'rimi? Haligi inkubatsiyani balig'ida deb o'ylab qaraganda sun'iy urchitilgan baliqlar. Shuning uchun otchoporda taqiq yo'q. Bu Qonunchilik palatasida men sizlarga aytib beryapman. O'sha Ekologiya vazirligi tomonidan chiqarilgan. Shuning uchun otchoporga kelib bemalol baliq ovlaverasizlar. Bu tabiiy havuz hisoblanadi. Bu yerda tadbirkorlar baliqlar tashlagan. Mana o'tgan yili ham guvohi bo'lgan bo'lsanglar, qora cho'rni piyostir tashlaganmiz. Tonna olib kelib tashladi. Iqbol aka kecha ovchilar, to'r tashlayotgan ovchilardan bitta narsani ko'rib qoldim. Agar ko'rgan bo'lsangiz, u tepa tomonda cho'rni piyostir tashlaganmiz. Bir qarsh. O'shini bir donasi to'rga ilinib qolibdi. Olib borib tortishuvdi, 950 gram chiqdi. Qarang, kuzdagi narsa 950 gram bo'lyapti. Bitta mutaxassislar fikr qilyapti, cho'rni piyostir buni oq baliqqa qaraganda tez yeydi ekan. Og'zi ham katta bo'lar ekan. Hali kombayn ekanda xullas. Shuni o'rib ketaverar ekan. Shuning uchun cho'rni piyostirlar bor, oq piyostirlar bor, bitta tastaloplar bor. Bemalol taqiq yo'q. Bu yerga kelib pulini to'lab ovlaverasizlar. O'sha aytgandek tepa tarafga ruxsat yo'q. Betonni usti o'ng tomon, chap tomonga o'tib bemalol ovlaverasizlar. Hozircha qisqacha yana 80 kilo tastalot to'kdi. Mana bitta yangilik. Ana xalqqa berib yubormoqchi. Xullas, kelajakda niyati bor, Xudo xolasa. Duo qilib qo'yasa bu bolalar ham xalqimizni dasturxoni to'kin sochin bo'lsin deb aka-ukalar harakat qilishyapti. Alloh taolo barakot bersin. Ya'ni bugungi ovimiz gap bilan o'tib ketib qolmasin, Iqbol aka. Tiyamda olib chiqinganda aka so'dirab. Mana shu yerga hozir biroz oldin baliqni ko'rdim deysiz, Iqbol aka, tepa tomoni ko'ringan, ha? Dumimi, tepadagi belimi, mana shu atrofda ham yuribdi. Endi kichkina chavoqlarni quvib o'tlashi aniq. Men o'tgan safar bedaga ham olganmiz. Hozir bedaga to'g'ri tortmayapti. Sheriklar ham tashab ko'rdi. Domla bedaga olmayapti dedi. Men taxmin qildim, bedaga olmashligi aniq, chunki suv tepa tarafga ko'tarilgan, ya'ni ko'k o'tlarni batamom egallab bo'ldi. Masalan aytaylik, dasturxonga non choy keldi. Qornimiz och, non yeyapmiz, lekin osh kelsa, go'shi bilan osh kelsa, nonni to'xtatadi. Shuni singari suv ko'payganda mana bunaqa tabiiy o'tlarni suv egallab bo'ldi. Bizni kichkina bedaga qarab o'tirmaydi. Ya'ni amurlar to'ydi demoqchiman. Shuning uchun beda tashab qo'yganlar soatlab, mana hozir Olimjon akam aytayapti, yarim kungacha turdi, hech qanaqa qimirlatib qo'ymadi deyapti. Demak, bedani hozircha hukmi o'tdi bu yerda. Qachon tortadi? Ya'ni gumon qilaman, suv yana qaytib kamida 25 metr suv pastga qarab ketsa, ya'ni ko'k o'tlar tugasa, yana bedamizni olishi mumkin, xudo xolasa. Hozircha xamirdan, chavoqdan, krevetkadan foydalanyapti. Hamma har xil yem tashlayapti. Qani nasib, xudo xolasa.
O ana yerda katta baliq chiqib turibdi. Agar ko'rinayotgan bo'lsa. Keyin olib keling aka. Ana qimirlayapti. Qimirlayapti. Ustiga tashlab sudrasangiz orqasidan yugurish mumkin. Ana. Bo'ldi. Yonida ham bor ekan. Lop etib oladi xudo xolasa. Mana baliq ovimiz davom etyapti. Ovimizga bugun mehmonlar tashrif buyurgan. Qora aka, xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'lsinlar, domla. Siz ham qiziq qolmasangiz bo'ldi aka. Yana safar qalmoqni ko'tarib. Mashitdan dacha olay, xudo xolasa sizga sherik bo'laman endi. Yo'q. Aniq. Hozir qora akam tepada tushib kelyapti. O, bormi? Voy. O. Ha? Tushib ketib qoldimi? Voy. Mana qarmoqlar yiqitib yuboryapti, so'dirab ketyapti, ulgurmay qolyapti, xudo xolasa. Natijalar bor. Xudo xolasa asosiy shu suvdan chiqayotganini qo'ygimiz keladi. Ko'rsat, hali kelganimizda olgan ukamiz. Xamirga oldingizmi? Ko'rsatib qo'ying qora akamga. Qora akam suvga tushib kelyapti-yu tepadan. O'zim kelayotgan deb oldimda. Sazanmi? Mana. Baliq. Ha? Xo'p, do'stlar, ov davom etyapti, xudo xolasa. Kechki taraf shomga yaqin yaxshi uryapti deyapti katta ovchilar. Qani xudo xolasa, shomda ham, asrda ham ko'ramiz xudo xolasa. Eng qiziq qora akam maza qilyapti bugun. Ha? Juda. Keyingi safar qalmoq bor, siz qora aka. Bo'ldi, kelamiz domla. Mana qarang tabiatda mana. Allohning ne'matida. Yuribmiz ekanda, Andijon desa chuqurlikda. Ha? Tepalik ham bor ekan Andijonda. Bor ekan, mana toza havo. Shifoga baxsh toza havo. Bir katta gala keldi hozir. Ya'ni baliqlar cho'chimayapti qandaydi. O, po'kakning atrofiga kelib to'xtashdi. Hadi yonboshini qilib qo'ying, yonboshini. Sazanmi? Yo'q. Amurmi? Talistalokmi? Amurmi? Ha? O'tmabdi hali. Chiqara olmaysiz, o'tgan. Uyga hozirga ham mana shunaqa. Yomon bosh. Mana 1 kilo. Ovga cho'rga Ha, chiqadi. u chandiriga o'tib qopti. Ha, hozir ham qo'llarim olib ketdi. Ha. Ha, kelyapti aka, kelyapti. Ya balig'ingiz bor. To'g'ri, kichkina etgan. Sazan ekan, to'g'ri aka. Sazan. Siz bu yerga o'ting. Qulluq bo'lsin.
ko'tarib qo'ying, ko'tarib qo'ying. Ko'tarib qo'ying. Kiloliydi. Bor, 1,5 kilo. Aqulla bo'lsa o'roq aka. Rost yurash qo'ying. O'rtasini o'ralab kelmaydi. Amur, kattarog'i ekan. Hozir ikkala ekada. Atib ketganini ko'rdi. Mana Rustam akamdan natija akalar. Amur. Ha. Mana.